Assalomu alaykum. Yaxshiroq masala chiqib qoldi, do'stlar. Hozir mana hozirgi boyagi masala o'zi ikkita video oldim mana. Eng masalalar juda ajoyib ekan, ya'ni xili boshqacha ekan. Mana 40-masalani ishlayman desam osonroq ekan, chunki unda ma'lumotlar juda ko'p berilgan ekan. Mana osongina chiqib qoldi. Endi men buni so'rab ishlab ko'rdim. Men buni chiqarib qo'ydim. O'shanga hozir ishlab tushuntirmoqchiman, bir zo'r masala. O'qiganda ko'pchilik ikkilanadi. Menimcha bu masalani ko'pchilik ishlolmaydi. Ishlolasa kerak, faqat fikrlagisi kelmasa kerak menimcha. Men o'zim ham ko'p mana shunaqa masalalarga esa qochardim. Faqat mohiyati esa oson ekan. Sizga ham oson bo'ladi. Bilasizlar, mana 100% lik sertifikatim bor, sertifikat olganmiz. 70 ball yozma ishdan ham. Demoqchiligim, bunaqa gaplarni aytib, nima demoqchiman? Xuddiki tasavvur qiling, men sizni o'rningizdaman. Boshida men ham sertifikat olgungacha yoki bundan bir necha yil oldin mana shunaqa masalalar bo'lsa qiynalganman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rib, e'tibor berib, yoki qayta ko'ring. Shunda har qanday masalani chiqarsa bo'ladi, murakkab narsalarni fikrlashni o'rganasiz. Chunki matematik jihati yuqoriroq. Xo'p, aytayapti. Uzunliklar nisbati 1,5 bo'lgan ikkita DNK bo'lagi bor. Birinchi DNKda fosfodifillar bog'lar soni, ikkinchi DNKdagi vodorod bog'lar soni o'zaro 11 ga 19 nisbat ikkala DNKli jami guanillar soni esa 82 ta bo'lsa, quyidagilarni aniqlang. Demak, do'stlar, masalada demak ikkita DNK bor ekan. Birinchi, ikkinchi ikkita DNKni chizamiz. Adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin, timin, guanin, sitozin. Tasavvur yaxshiroq bo'lishi uchun mana bitta sitozin, bitta guanin chizib qo'yaman. Endi qarang. Nimaga? Chunki uzunliklar nisbati 1,5. Masalan, bu 100 nanometr bo'lsa, bu 150 nanometr ekan. Oddiy mantiq ishlating, bo'ldi. Endi birinchi DNKdagi fosfodifil bog'lar soni bilan ikkinchi DNKdagi vodorod bog'lar soni o'zaro 11 ga 19 nisbat. Mana bundagi fosfodifil bog'lar soni bilan mana bundagi vodorod bog'lari soni nisbati 11 ga 19 nisbat. Ikkala DNKli jami guaninlar soni 82 ta bo'lsa, mana bundagi va mana bu ikkala guanin, ya'ni umumiy guanin hisobida ikkala 82 ta ekan. Yana savol o'qiyman. Tushungan odam oldindan yechib kommentariyaga yozib qo'ysin. Uzunliklar nisbati 1 ga 1,5 bo'lgan ikkita DNK bo'lagi bor. Birinchi DNKdagi fosfodifil bog'lari soni bilan ikkinchi DNKdagi vodorod bog'lar soni o'zaro 11 ga 19 nisbatda. Ikkala DNKda jami guaninlar soni 82 ta bo'lsa, quyidagilarni aniqlang. Birinchi DNKdagi adenin nukleotlari 30% ni tashkil qiladi. Mana shu joyini yozib qo'yamiz. Mana bu 30%. Nega bu yoq 30%? Bilasizmi? Uzr, adenin 30% ekan. Sitozin, mana bu adenin 30%, bu ham 30%, 30 ga 30 60, DNK 100% bo'lsa, mana bu 20% dan. Uzr, mana adeninni xayol qilma. Demak, 30% deb yozib oldik. Bu boshqa narsa ma'lum emas bizda. Lekin men savol yana qayta o'qiyman va javob chiqadi o'zi. Ya'ni qayta o'qish orqali javob yetsa bo'ladi. Demak, uzunliklar nisbati 1 ga 1,5 bo'lgan ikkita DNK bo'lagi bor. Birinchi DNKdagi fosfodifil bog'lar soni bilan ikkinchi DNKdagi vodorod bog'lar soni o'zaro nisbati 11 ga 19. Ikkala DNKda jami guanin soni 82 ta bo'lsa, quyidagilarni aniqlang. Birinchi DNKda 30%, ikkala DNK jami vodorod bog'lar soni. Bu degani umumiy nukleot top deyapti. Xo'p, qarang. Buni uzunligi 1 ga 1,5, bu x deb olaylik. Umumiy nukleotlar. Uzunligi mana 0 ko'paytirsak shu chon chiqadi-yu. Buni uzunligini esa 1,5x qilaylik mana. Nisbatlarni x deb qilib ketsa bo'ladi. 1 ga 1,5. Endi bizdagi umumiy nima degan bu yoqda? Birinchi DNKdagi fosfodifil bog'lar soni deyapti. Ikkala zanjir olib ketamiz, sirazi. Bitta zanjirda ham deb ketish mumkin. Umumiy fosfodifillar x, ya'ni umumiy nukleotlardan bu yoqda bitta ekan, bu yoqda bitta ekan bo'lsa, ayiramiz 2. Oddiy mana 2 mana qayerdan keldi? Umumiy nukleot x, ya'ni bilmaymiz nechta nukleotligini, lekin undan 2 dona nukleotni ayirib qo'ysak, nima? Ayirsa ikkita kam bo'ladi ikki yoqda fosfodifil soni, ya'ni mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, ikkita fosfodifil. 4 ta nukleotid, ikkita fosfodifil. Demak, ikkita ekan bo'ladi. Nechta bo'lsa ham ikkita ekan bo'ladi. Shuning uchun umumiy nukleot 1000 bo'lsa, undan ikkitani ayirsa, uni fosfodifil chiqadi. Bilmaymiz nechtaligini. Endi aytyapti. ATF masalasi bor. Undan oldingi agar ko'rmagansiz shuni ko'rsangiz,
tushunib olasiz. Ya'ni mana bunaqa tenglama tuz tushunib olasiz. Tenglama yoki umuman olganda nisbatini joy-joyiga qo'yishni. X'li fikrlash deyman. Xo'p, ikkinchi dengadagi vodorod bog'lar sonidan endi bilamiz. U ikkinchi dengadagi vodorod bog'lar bizda 1,5x. Biz vodorod bog'larni qayerdan topardik? Vodorod bog'larni biz qayerdan topardik? Umumiy nukleotidagi plus qo'shardik guanin sonini yoki bo'lishi mumkin sitazin chiqardi umumiy vodorod bog'. Endi bu 1,5x mi? Mana bu 1,5x ma'lum. Buni olib kelib qo'yaman. 1,5x. Men bilmayman umumiy vodorod bog' qancha, lekin umumiy vodorod bog' qaydan kelib chiqishini bilaman. Umumiy nukleotiddagi 1,5x olib keldim. Endi bizga guanin soni kerak. Bizda foizini ham bermagan, boshqani ham bermagan. Endi nima qilamiz? Endi biz shunday qilamizki, men 82 ikkalasiga tegishli. Atay men bu foiz berib ketganda, bu 82 ikkoviga tegishli. Bu degani x 20% 0,2x bo'ladi. Bu degani 10 ga bo'lish degani 0,2x bo'ladi. 82 dan masalan x topsam va uni 20% ni topsam, deylik bu 100 ta nukleotid bo'lsa, 20% 20 bo'lsa, 82 dan 20 ni ayirib qo'ysam, qolgani bunga tegishli bo'ladimi? Ya'ni ikkinchisidagi, demak 1,5x umumiy nukleotid keldi, umumiy vodorod bog' qo'yish. Ili plus guanin sonini chiqarish 82 dan men bu x topganimdagi chiqadigan 20% 0,2 bo'lar ekan, ayiraman 0,2x barobar chiqish kerak. Nechi nisbat? 11. Mana dengadagi fosfodifir degani uchun birinchi dengadagi fosfodifir bo'ldi, keyingisi shu. Demak 11 ga 19. O'sha yerda bor edim, atef tushuntirgandim. Atefda ham mana diagonal qilib ishlaganda xuddi shunaqa qilamiz mana. Endi buni bunga ko'paytirib olamiz, buni bunga diagonal. Demak, buni bunga ko'paytirsa 19x minus 38 teng. 19 ga ko'paytirish. Endi 11 ni 1,5 ko'paytirsa 15, 16,5x plus hop buni bu yoqqa ko'paytiramiz. 82 ni ko'paytiramiz nechiga? 11 ga. 11 82 82 8 2 0 bo'ladi 902. Demak 902 bir qatorga aylantiryapman. 902 minus 11 tasi 2x bo'ladi. Endi qarang. Shu joyda ko'pchilik, masalan, shaxsan o'zim ham buni bu yoqqa o'tsa nima bo'ladi? Buni qoida shuki, mana bu oldida minus bo'lsa bu yoqqa plus, mana oldida plus bor deb qabul qilamiz. Plus esa bu yoqqa minus bo'lib o'tadi. Shunday foydalanamiz. Endi qarang. Men hozir shu tenglikni ishlab turib x topsam, x ni bu yoqqa qo'yib 16,5 ga ko'paytiraman, unga 902 ni qo'shaman, ya'ni 2 ga ko'paytirib o'sha sonni ayirsam baribir. Ya'ni demoqchiligim 16,5x dan buni ayirib tashlasa bo'ladi. Tenglik keladi. Ya'ni mana shu x topgan 19 ni x ga ko'paytirib 38 ayirib qo'ysam, mana bu yerdagi 16 ni x ga ko'paytirib 902 qo'shib, ya'ni 2x ga ko'paytirib ayirgan chiqqan songa teng bo'lish kerakmi? Shuni 16,5 dan 2x ayirib qo'ya qolaman. 19 2x minus 38 teng 16. Nega ayirib qo'ya qolamiz? Yo 3 6 dan esa 4 10 to'ri 3. Demak 10 to'ri 3x plus 902. Ha. Soddalashgancha. Endi nima qilamiz? Endi boya aytganimdek, mana bu musbat son deyiladi. Oldida plus bor, bu yoqqa o'tsa minus, bu minus bor, bu yoqqa o'tsa plus. Farqi yo'q, Alixo'ja. Endi mana bu yoqqa o'tsa minusdan son kelib chiqib qoladi, bunda ham minusdan kelib chiqib qoladi. Kattasidan kichikni ayirgandan. Yaxshisi buni bu yoqqa kichiklarni olib o'tamiz. Kichiklarni olib o'tsangiz osonroq. Buni bu yoqqa olib o'tsak 19 dan bu degani 19x plus bor oldida deb tasavvur qilasiz. Bu esa minus bo'ladi. Minus 14 3 barobar 38 minus bor oldida plus mashinga tegishli bo'ladi. 38 dan minus bu yoqqa plus bo'lsa 902 plus 38. Ayirsak 19 dan 7. Mana 18 8 dan 4 ketsa 4 7 birdan bir 4x o'zingiz ham hisoblab kelsangiz 4x chiqadi va qo'shsak 940 chiqadi. X topamiz 940 taqsim 47.
Endi shuni ishlaymiz. 47. 47 emas, 47. Aniqroq. Buni qanoq bo'lardik? 47 ni. 900 40 bo'laman 47 ga. 47 ga bo'laveraman, bu yerga bitta 0 beraman. Bu degani 94 ichida ikkita bor. Ikkitasi 14, bir yoqda. Ba'zan o'zi ishlayversangiz o'zi avtomatik son topadigan bo'lasiz bu. Yangi ikkita 0 qo'shadi. 200 ta. Demak, bu yoqda x teng 200 ga. Men umumiy nukleotlar sonini chiqardim. 200 ta. Mana bunda nukleotid 200 ta. Mana bunda nukleotid esa 1,5 ta 200, 300 bo'ladi. Endi qolgan nukleotlarni ham chiqarishimiz mumkin. 200 ni 20% ni topamiz. 200 ni 0,2 ga ko'paytirsak 40. Bu degani 200 nukleotid bo'ladigan bo'lsa, mana bu 40 ta bo'ladi, bu ham 40 ta bo'ladi. 40 40 80 100 20 qoladi, ikkalasi 60 dan bo'ladi. O'shanda 100 60 dan bo'ladi 100. 200 ta chiqdi. Va mana bu yerda esa umumiy nukleotlarni qatdan bilamiz desak 82 dan 40 ayirsa 42. Guanin soni 42 ta. Umumiy guanin soni 42 ta, sitezin soni ham 42 ta. Faqat uzunligini his qilish uchun ko'proq yozaman. 42 tadan 42 42 84 384 esa 216 12 ga bo'lib olamiz. 118 216 esa 108 kalada hisobga ketyapmi? Ya'ni miyadanroq. Mana nukleotlar soni kelib chiqdi. Masala shartini topib olsak bo'ladi. Menimcha mana uni tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Chunki o'quvchilarimga juda qiynalaman. Agar o'quvchilar ham orangizda, ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, shuni qayta ko'ring, o'zingiz uchun yaxshi. So'rayapti, ikkala tegadi jami vodorod bog'lar soni. Ikkala biz bilamiz, vodorod bog'larni qanday topaylik? Umumiy nukleotidga, mana umumiy nukleotid guanin qo'ysa, umumiy vodorod bog' kelib chiqarmadi. Umumiy nukleotid 200 ta, 300 ta, 500 ta. 500 taga mana bu yerdagi 40, 42 jami 82 ta guanin qo'shib qo'yilgan bo'lsa, 582 ta A shartiga 582 ta B shartigini ko'rib olamiz. Birinchi denkadagi sitezin soni ikkala denkadagi jami nukleotid necha foizini tashkil qiladi? Birinchi denkada 20%, foiziga emas, balki 40 ta. Umumiy nukleotid 500 ta. Bu 100%. 40 tamiz qancha? 40 100 ga ko'paytirsa 4000. 4000 so'm pulingiz 5 so'mga bo'lsangiz, ya'ni 500 ga bo'lsangiz 8. To'g'risi men mayda proporsiya qilib o'tirmayman, sababi osongina o'rganishga harakat qilaman. Demak 8. Qani ko'ramiz balki. Oldingi ma'no eslasangiz qaysi bu masalamidagi qaysidir masalaniki javob chiqmadi. Men bu masalaniki orqasi to'g'ri chiqmadi. Bu safargisi to'g'ri chiqqan ekan. Yo'q, biz xato ishlagan. Menimcha xato ishlamaganmiz, hammasi joyiga qo'yildi. Bu masalani fikrladim xolos oldindan. Ya'ni demoqchiligim vaziyatdagi joy berishga. Xo'p, 582 ga 8%. Demak, to'g'ri. Necha foizini tashkil qiladi? Foizini yozamiz. Shunaqa gaplar. X deb fikrlang, shunda masalalar oson chiqadi. Unjon kamal bilan millisekundgacha tayyorgarlik ko'ring.